Bugungi sizlar bilan ko'rib chiqadigan modelimiz Modvi 800 RS bo'ladi. Bitta qaraganda mototsiklimiz Ducati Panigale V4 bilan birga bir qilib ishlangan, andazalari o'shandan Ducati'dan olingan. Hop, mototsiklimizni ko'rib turgan bo'lsangiz, monomayatnida bo'ladi. Monomayatni o'ziga yarasha juda ham vid berib turadi mototsiklga. Orqa sakka disklar polniy ochilib turadi. O'shaning uchun diska ko'rinishi uchun kichkina glushitelь nasatkalar qo'yiladi. Bu monomayatning основной. Hop, 800 kub bo'ladi, 4 ta silindr. Motosiklimizning maksimal skorost 240 gacha tezlana oladi, bemalol. Hop, bundan tashqari oldi orqa duh konturli ABS. Bu degani oldida ham orqasida ham ABS jihozlangan. Hop, elektronikasini sanab o'tamiz. ABS bilan jihozlangan. Traction control o'chirib yoqib kontrol qilsangiz bo'ladi. Bundan tashqari o'zini zavodskiy demperlari bor, woblingga qarshi. Bu ham og'ir, yumshoq qilsangiz bo'ladi, yo'lga qarab turib. Bundan tashqari bu yerda USB portlari ham bor, zaryad uch-to'rtvarligi. Hop, motosiklimizning bak sig'imi 17 litrli, 100 kilometrga 6 litrdan 8 litrgacha endi haydashligiga qarab benzin rasxod qiladi. Ikkinchi zadniy passajirga ham mo'ljallangan. Mana zadniy passajir podnoshkalari ham bor. Eng ahamiyat beradigan jihati bu yerda bemalol sovuq kunlarda ham haydasanglar bo'ladi. Podogref ruchkalar bilan jihozlangan. 5 ta palajeniyada isiydi. Iliq, issiq, qaynoq qilsangiz bo'ladi. Bemalol qo'lingizga, ob-havoga moslashtirib olasizlar. Bundan tashqari o'zini oldi-orqa zavodskiy zapis qilib ketadigan kamerasi ham bor. Prilojen orqali bemalol ko'rsangiz bo'ladi. Bu yerda OBDlari bor. Bemalol programmaga ulab, kompyuterga ulab, hop, stage yozsangiz bo'ladi. Ограничениyalarni olib tashlasangiz bo'ladi. Eng ahamiyatli jihati mototsiklimizda hop, tros emas, seplinasi ham jitkisli bo'ladi. Honda mototsikllariga o'xshab ishlab chiqarilgan motorimiz. Oldi tomondan ko'rsanglar, Ducati Panigale V4 birga bir qilib ishlangan. Hop, bu jabralarga keladigan bo'lsa, mototsikl tez yurganda bir 10-15% yerga bosib turishga yordam beradi. Aerodinamika uchun ishlaydi bu narsamiz. Hop, LED opsiyalar bilan jihozlangan, duxolari bor. Ular yonib turadi, zavod qilganinglarda o'zi. Mototsiklni bo'yingizga qarab, o'zingizlarning oyog'ingizlar uzun kaltaligiga qarab regirovka qilsanglar bo'ladi. Bemalol yumshoq, og'irliklarni ham bemalol regirovka qilasizlar. Bundan tashqari quick shifter tizimi bor. Quick shifter nima degani? Faqat birinchi skorost urayotgan seplini qolganiga B seplini urib ketaverasizlar. Bu sizlarga do'li sekund qanaqadir tezlanishga ancha yordam beradi. Xullas, mototsiklimizning 3 xil versiyasi bor. Bu ko'rib turganingizlar Modvi 800 RS. Bu yerda Modvi 800 RR modeli ham bor. Xuddi shuni street versiyasi ham bor. Mana men ko'rayotganinglar, bu ham xuddi shu hozir sanab o'tgan. Hop, elektronikasi, motor tizimlari xuddi bir xil bo'ladi, faqat street pasatka hisoblanadi. Modvi 800 E modeli. Buni dizayni Ducati Street Fighter'dan olingan.